Faxriy Şirinçiş programımızı süreklişini resmi başlayımız. Qanundaqda səhnimizdə Şəmsiyə Əbəydullah. Assalamu alaykum naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi qadrli televizor ko'rgich do'stlar. Ko'ryapsizlar Faxriy Şirinçiş programmasi. Men Şəmsiyə Əbəydullah. Mehr muhabbatdan nurlangan bu sahnada sizlar uchun xizmat qilayotganligimdan intayin xursandman. Hammanglarga mehrim bilan salom yo'llayman. Hayotinglarga go'zal arzu armonlarning yor bo'lishiga tilakdoshman. Muhabbatli qalblardan mehr izlab kelganlar, shundaqla ahamiyatli arzu armonlarga madadkor bo'lish uchun kelganlarga hozirlangan Faxriy Şirinçiş programmamizga kelgan qadamlaringlarga marhaba. Xo'sh, Faxriy Şirinçiş igisi sahnimizga marhamat. Faxriy Şirinçiş igisi marhamat. Assalomu alaykum saxovatchi, korxonchi ustozlar. Assalomu alaykum past o'ltirgan tomoshabin va ekran oldidagi ko'rilman do'stlar, yaxshimisizlar? Men G'ulji diyoridan kelgan Sabira Qurbonjon bo'laman. Sabira. Yana bir qitim yuz ko'rishganligimdan xursandman. Men xursand. Xeyli yillar ilgari Sabirani men maxsus ziyorat qilgan, bu qizning g'ayratini intayin suyungan edim. Sabiraning bugun Şirinçiş sahnasiga qanday orzu bilan kelganligiga qiziqyapman. Anglaylik. Men maktabda o'qib etib 92-yili yo'l orlig'i jiroq, ozuqlik yetishmaslikdan saxta revmatizm kasali giribtor bo'lib, ko'p davolanib ketdim. Tam 3 kungacha davolanib, mana 2-chi darajalik meyib bo'lib qoldimda, qo'l putim tortishib, shundaq qo'limda cho'k tutolmagandek holatda shundaq bo'lib qoldim. Shundaq bo'lsa-mu, kichigimdan tortib adabiyotga bo'lgan zo'r qiziqishim sabab uyda o'tirib otam qarindoshlarim aytgan kitob, roman, povest, hikoyalarni o'qish bilan buningdan qisqagina xotira qoldirib, shu qoldirgan xotirlarni ustozim Akram Abdumajid ko'zishi bilan qisqa asarlarni har qaysi matbuotlarga avatgan bo'ldim. Shuning bilan 2006-yili yana İlidara jurnalining 4-sonda do'stim o'zingizni bechora his qilamsiz degan asarim e'lon qilindi. Buningdan bek so'yindim. Shundaqla hayotga bo'lgan ishonchim hassilab oshdi. Odam deganning bardoshlik berish kuchi cheklik bo'ldi ekan. Yaqinda mush ijodiyatga bo'lgan o'tda qiziqish sabab pochtxonaga ijodiyatimni elib menish uchun moto bilan so'qilib ketib, putim sinib ketdi. Shundaqla shu sabab ozroq ijodiyatda hamda to'xtalib qoldim. Shundaq bo'lsa-mu, yana qo'limga qalam oldim, tortib qolgan barmoqlarim orasida qalamni qistirib, yozma shaklda yozib chiqdim. Keyin kompyuterni o'zim o'rganib, kompyuter oldida besib chiqib, bu mening tunji kitobim, Meyib qizning orzusi degan kitobimni sizlarga olib keldim. Sabira. G'ayratingizga apirin, ko'pchilik anglabmi cho'qim intayin ta'sirlandi. Qoyil bo'ldi sizga. Endi bugungi orzungizni ansaq bo'lamdi? Bugungi orzuyim endi mushu jarayonda yaqinda endi shundaq aziyatlarga uchrab, salomatligim kayniga chekinib ketgan bo'lsa-mu, taqdirining siniqi deb yozib qo'ygan ikkinchi bir kitobim bor-di. Mumkin bo'lsa endi korxonchi ustozlarning qo'llab-quvvatlash ostida keng o'qirman do'stlar qo'lida shuni ko'rgan bo'lsam degan orzuda keldim. Kitobingizni nashr qilishni orzu qilasiz, shundaqmi Sabira? Bo'ldi. Kitob nashrdan chiqarish orzusi bor ekan Sabiraning. Sizningki g'ayratingizga opirin. Ikkimiz bir yurtlikkanmiz. Mushu Meyib qizning orzusi degan kitobimizdan biz Şinjan Altın Güver Xalqaro Sochak shirkati nomidan mushu kitobdan 200 parcha ilib bizning xizmatchilarga shundaqla Altın Güver maxsus etish o'rinlariga sovg'at qilaylik. Bu birsi. İkinci birisi, taqdirning siniqi degan kitobimizni nashriyat o'rinlariga topshirib, buni shu kitob sifatida rasmiy bozorga chiqarish uchun biz Şinjan Altın Güver shirkati sizga 100% kapolatlik beramiz. Bu jihatdan men sizga cho'qim yordam qila olaman. Rahmat. Xotirjam bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nayt qaysar ekansiz, ro'yingizga opirin. Sizning mushu hozir nashrdan chiqib qolgan kitobingizdan Mashrab elektr uskunalar shirkati 300 parcha biz sotib olaylik. Andan keyin
kelar qatimqi nashr qildirmoqchi bo'lgan kitobingiz nashrdan chiqqandan keyin biz yana 200 parcha kitobni biz sotib olaylik. Ruhiyetimizden nurgun durdanlar çıkan bu kitaptan bizden Şinjan Ro'yab Xalqaro Sotsialik şirketi nashr qilinib bo'lgan kitaptan 5000 yuanlik, nashr qilinmoqchi bo'lgandan 5000 yuanlik, jami 10000 yuanlik sizden kitap setib olishni xohlaydi. Bunun bilan qo'shib, endi revmatizm to'g'risida ba'zi bir jafolarni tatibsiz mushunga nisbatan xohlasangiz bizning Ro'yab shirkatiga bir kelsangiz, sizga bir shifolikni ko'rsatib baqsam. G'ayratingizga barakalloh. Bu abay qatnash hadisiga uchragan bir parangni anglab qoldim. Putingizning og'riq qayerdan qayergacha bir o'qib baqsam bo'lamdi? Bo'ldi. Saxta revmatizm kesilib bo'lgandan tibbiy doktorlarmi faqat doğru bilan kontrol qilishga bo'ldi, to'liq asliga kelmaydi deydi. Shundoq bo'lsa-mi, endi doğru bilan kontrol qilishga bizning G'uljida yeza, endi G'ulji bo'lgandan sal taraqqiyotmi tuvanaraq, anandan keyin iqtisodmi degandek yetishmay, shundoq ish qilib, hozir doğru bilan kontrol qilgan ahvolasida o'ri turyapman desam bo'ldi. Davolanishingizga bundan keyin davomli doğru setib olasiz, shundaymi? To'g'ri. Unda bo'lsa, bundan keyin yeziqchilikni davomli ilib menishingiz uchun sizga bir tal xotir kompyuter sovg'a qilay. Uningdan sirt Qashqa Hayitga Ixlosdonlar bozorimiz va Shinjong Sabilar kasbiy taraqqiyot cheklik shirkati barliq xizmatchilar nomidan sizga 20 ming yuan naqd pul yordam qilay. Rahmat. Sizniki avaytın şerifinde dostum beni üzerine yeni bir içerisi kalmışsın diyen sözünüzle başkalarına siz bir ilham vermekçi. Onu şükür ben sizdeki ağzıqlarım şu muş orunda oturup deyin cemiyet için bir yakışık sizin yüzünüzde kıyınçılık şunçılık hazırlarında körüp turvatımız o bir naz yeziş için bir naz eliş için koyuş için nurgınlığın yardımına muhtaç bulunsunuz. Bunu körüp bizim internetlerden de bizden Ürümçi Kutar Pentagon Taraqqiyot şirketi sizge 30 milyon naqd pul bilan ko'nglingizni ifodlaydi. Siz abadda undaqni o'tirib chiqibsiz. Ben bunda ahvolni men bir zaman tatqan derdim. Tirishchankansiz, g'ayratingizga barakalloh. Shunga sizni qo'llash yuzasidan shirkatimizdan anda boshqa xodimlar qo'yib biz işte kitob o'qishni deb qo'yapmiz uchun sizga bosh har doqida burundan hozir necha kitobingiz chiqib bo'ldi? Necha kitobingiz? Bir kitap. Bir kitabınız bolsa, o kitabınızdan ben hazır endi 100 tal zakaz qilay. Ondaki butki chiqadigan kitabınızdan ben 200 tal zakaz qilishga qilay. Onsiz bizning bir chiqqan bir kitabimiz bor. Bu kitobdan men sizga bir tal sovg'a qilay. Bunidimi endi tanqidiy fikrlar bo'lsa, bu ayollarning ig'lik tiklishiga doir bir kitob ichki qismda buni sirtqitib qilmagan chiqarmagan biz. Aytar bir paydo o'tgan kitob, shu buni tanqidiy fikr bo'lsa bir ishimizni qarshi oldi. Rahmat. Sizniki oldi bilan mushundaq bir ro'yingizni tushirib olmay, mushundaq holatdimi sizniki uchuq tafakkuringiz bilan xalqimizga bilim ato qilganingiz uchun tashakkur. Uyingizda qancha jon bor? Uyimda anam degan 10 ga yaqin odam bor. 10 ga yaqinmi? 5 yillik sizlarning oilanglarning shu sab tabiiy unga bo'lgan ehtiyojinglarni biz Al-Nuri unchilik ustimizga olaylik. Rahmat. Ondan yana sizning kitobingizdan biz ichki xizmatchilarga 100 parcha setib olib tarqatib beraylik. Rahmat. 5 yillik unga aqchan tamoq etishga yog' lozim bo'ldi. Bizning ihson yaxshilik shirkatimizmi? Sizningki yemek yig'ingizni 5 yilgacha biz o'z ustimizga olamiz. Ondan başqa sizningki shu nashr qilib bo'lgan kitobingizdan 200 parcha men setilishni qarab qo'ying. Rahmat. Siz bizga yana bir qatim jismoniy miyib emas, ruhiy miyib deydigan narsani yana bir qatim isbotlab berdingiz. Mushu qilgan kitoblaringizniki xalqimizga mushu jihatdan yana bir dars berishini umid qilaman. Shuning bilan birga biz Shinjong Meteor Xalqaro So'z cheklik shirkati sizningki nashrga tayyorlanmoqchi bo'lgan kitobingizniki agar bizniki Bo'zdaq adabiy tarjima shirkatimiz lozim bo'lib qolsa, nashrga tayyorlash oldidagi tahrirlash bu ishlar bo'lib qolsa, bizning qo'limiz ko'ksimizda bizga akasangiz uni ashunda retlab nashrga tayyorlab bersak bo'ladi.
Onundan başqa biz endi shu nashrga tayyorlanmoqchi bo'lgan kitobingizdan 5 ming yuanlik, hozirgi qo'lingizda bor kitobdan 5 ming yuanlik, 10 ming yuanlik kitobingizni biz sotib olaylik. Rahmat. Assalomu alaykum. Singlim Sabira, musha holatda nayt qimmatova yaxshi kitoblarni yozib jamiyat taqdim qilsiz. Men Meyib qizning arzusi degan kitobning boshqasini azroq ko'rib baqdim. Kitap nashr qilinganiga bir qancha yil bo'pti. Tunji nashri 3000 tirajda besilibdi. Men kitobxonaga kirib turman. Afsus, mush kitobga diqqat qilmabdiman. Qaytib borgandan keyin men kitobingizning boshdan oxiri ko'rib chiqish arzusi turyapman. Bugun mushu fursatda biri siz jafoliq ajri badaliga 2 poch kitobni nashrga tayyorlagansiz, jumladan nashrdan chiqarganligingizni qizg'in tabriklayman. Kitob yozish, asar yozish bundoq oson ish emas. Endi chunki biz ilmiy xodimlar buni tushunamiz. Biz maqola, asar, kitob yozib baqqan bu jismoniy jihatdan, ruhiy jihatdan, aqliy jihatdan kuch sarf qilishga to'g'ri keladigan, odamga zo'r energiya sarf qilishga to'g'ri keladigan bir yuqori qimmatli emgak. Siz mushahalatda mush kitobni chiqarganligingizga biz haqiqatan qoyil bo'ldik. Yana bir jihatni aytganda bizning korxonchilarimizning bugun sizning musha ahvolingizda sizga madad berib, iqtisodiy jihatdan yuqori so'mliq yordam berishni va kitoblaringizning nashr qilinish, taqtish ishlariga o'zining yordam qildiganligini aytganligidan ta'sirlandim. Bizning korxonchilarimiz haqiqatan ilmni suydi ekan, ilm ahlini suydi ekan. Mushu munosabat bilan sizga salomatlik, muningdan keyingi ishlaringizga xayrli tilashlar birga korxonchilarimizga alayda rahmat. Korxonchilarning muningdan keyingi tijorat ishlariga barkat, muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Undaqda Sabira ish markaziga kiramiz. Shirin tushlar reallik aylang'usi. Bilet tashlashni boshlaymiz. 3, 2, 1. Qani karxanchilar. Sabira, eng oxirida erishgan bilet soningiz 268. Muborak bo'lsin. Ahamiyatli orzu egisini tanlash o'tkiliga qadam qo'ya oladigan bo'ldingiz. İcadiyat muhabbeti insan üçün mangulik ilham manbasiga aylana oladi. Taqdirning ig'ir sinoqlari oldidimi mardonlikini yo'qotmagan Sabira buning jonliq isboti. U o'zining hayot kashmishlari, ochiq ko'z yoshlari badaliga yozlayotgan yozmalari, nashrga sungan kitoblari orqali ijodiyatga, adabiyotga bo'lgan o'tdak muhabbatini, umid va irodaga bo'lgan talpinishlarini ifodalab, hammalarning qoyilligini qo'zg'adi. Korxonchilarimizmi bas-basda qo'llash pozitsiyasini bildirdi va bu orqali adabiyot, ijodiyat ahliga bo'lgan so'yinishni ifodaladi. Shirin tushlar reallikqa aylandi. Biz Sabira Qurbonjonning buningdan keyingi ijodiyat hayotiga yangicha ilhomlarning yor bo'lishini, hayotiy kuchi urg'ib turgan qalamidan nodir asarlarning vujudga kelishini taqozolik bilan kutamiz. Qadrli ko'rman do'stlar, biz navbatda faxriy shirin tush programmamizdagi talayli ko'rmani tanlab chiqamiz. Qani, cho'ng ekran marhamat. Cho'ng ekran aylansin. To'xtasin. Talayli ko'rmanimizning telefon nomeri bo'lsa 151 99 shirin tush 48 18. Muborak bo'lsin. Biz bu talayli ko'rmanimizni Şinjan Altın Güher Xalqaro Sochek şirkati ta'minlagan 500 yuan qiymatidagi Altın Güher dengiz jonliqlari yurish kirim buyurma bilan mukofotlaymiz. Muborak bo'lsin. Cho'ng ekran ikkinchi qaytim aylansin. To'xtasin. Talayli ko'rmanimizning telefon nomeri bo'lsa 151 99 shirin tush 54 05. Muborak bo'lsin. Biz bu talayli ko'rmanimizni Şinjan Al-Nuri Yeziglik taraqqiyot şirkati ta'minlagan sof tabiiy qarun va yuqori oqsiliq un jahriy qatorliq yurishlar bilan mukofotlaymiz. Muborak bo'lsin. Ko'rayotganinglar Urumchi Faxriy Soda Cheklik şirkati alohida qo'llagan Faxriy Shirin tush programmasi. Faxriy Shirin tush egisi. Marhamat.
Assalomu alaykum Shirin tush programmasizdagi aziz qarindoshlar. Assalomu alaykum. Bu programmaning texmi yaxshi yo'lga qo'yilishi uchun jon ko'ydirayotgan programma guruhisidagi barliq ini-singillar. Assalomu alaykum korxonchi ustozlar. Texlimakan bag'ridagi ateş diyar Charjan xalqining o'tliq salomini elib kelgan Osiyo Mamtildin hammanglarga kamoliy ehtirom, o'tliq salom. Sizдің салам құш кепсіз қаршалымыз болды. Ондақта өзіңіздің тұныштырып өттіңіз, әмді көпчілік арзуыңызын дәп берің. Мен Чаржан Найбазырдың 180 километр ирақ бір қадими тағылық район түрі чарышылық біріміз тұрмен. Ода 8 yıl жапалық, тірішіш, түрлі қиыншылықларыны еңіш арқылық бұл жайда 500 kvadrat metr dairdə mehmanxana, türlük mallar magazini, aşxana qatarlıq yürüşləşkən mehmanxana igiligini bərpa qıldım. Bu jayda 168 nəfər ailə çarıvçı ıltıraqlaşqan, onundan başqa Altınkan, Qaştişkan, Tümürkan, Miskan qatarlıq kant karxanalar joylashqan. Mən özümnің yürüşləşkən ticaretimni şu jaydagi çarıvçılar ammisi hem kant karxanaçılar üçün mülazimət qılman. Mening shirinchi arzuyum tuvandagi bir necha taklifga yig'inchoqlangan. Anlayli. Birinchi men bu joyda, hamda bu joyning tabiiy manzarasi intayin go'zal ham o'zgacha. Bu joyda sayohat etishga bo'ldi. Ikkinchidan bu joyda tabiiy buloqlar intayin ko'p. Men korxonchi ustozlarga ming bir jafoda oldingi oyning 28-kuni naq maydonda buloqdan olgan suvni shu ishlab sizlarga shu suvni tetib boqsin deb olg'ash keldim. Bu yerda shu mineral suvlardan mo'l bo'lgan bu suvdan foydalanib mineral suv ishlab chiqarishga bo'ldi. Uningdan boshqa bu joyda chorvachilik bizning Shinjongda birdan-bir bo'lgan Tibet qo'y nasli bor. Tibet qo'y nasli Shinjongda birdan-bir sap bo'lgan bir qo'y nasli. Bu yerda asosiy chorvalardan qo'y, tuga, qutaz, at qatorliq chorvalar bor. Bu yerda hamda qatnash qulaysiz, musofirsiz sal yiroq bo'lg'ashqa bu yerdagi chorvachilarning chorvachilik mahsulotlari bozor topolmaydigan, ba'zi nurg'un qiyinchiliklarga uchraydigan ishlar bor. Shunlashqa korxonchilar bu yerda chorvachilik hamkorlik kooperativi qurishga bo'ldi. Undan boshqa bu joyda mo'l kanbayliklar bor. Masalan, hozircha ishga kirishgini bayamda bitib ketgan Temirkan, Miskan, Altınkan, Qaştişkan qatorliqlar ishga kirishgan bo'lsa-mu, yana etish qimmati, iqtisodiy qimmat yarata oladigan nurg'un kan bayliqlar bor. Shunlashqa bu joydami kan bayliqlari ushur mulozimat markazi etish bo'ldi. Undan boshqa bu joyda xalq ammasining, chorvachilar ammasining saqlash, davolashga bo'lgan ehtiyoji intayin yuqori. Shunlashqa buning mush turlarga birlashtirib bu joyda chorvachilar ammasi uchun saqliqni saqlash, sog'lomlik markazi qurishga bo'ldi. Undan boshqa bu joyning havo klimati intayin salqin, temperatura farqi mushu maka deydigan bir o'simlik yangi biz o'sha terda bizning qo'shni bir yeza maka o'stirishga intayin mos keldi ekan. Shunlashqa mening shirin arzuyum yuqoridagi turlarni yo'l qo'yishni dadil tashabbus qilishga tut maqsadim shuki, birinchidan bu joydagi rayon afzalligi, sharoit afzalligi ham iqtisodiy afzalliklardan unumli foydalanib, bu joydagi xalq ommasiga moddiy madaniy turmushni yaxshilanishiga maqsad qilsa, agar korxonchilarimiz yuqorgi turlarning birasini bo'lsa-mu, shu joyda yo'l qo'yib qolsa, bizning turmuchchan xalqi nurg'ulg'an iqtisodiy manbalarga erishgan bo'ladi. Hamda shu markaziy shaharlar bilan turmuchchan xalqining aloqasi ham kuchayib, ularning dunyoni tushunishi, dunyoni o'zgartirishi, shundaqla an'anaviy qaloq egilik shaklini zamonaviy egilikka aylantirishda turkilik rol o'ynab, ko'p qism ommaga uzun bir mezgil amaliy naf yetkazib, texmi yaxshi saxovat ishlarni qilgan bo'ladi degan tavsiya bilan keldim. Shundaq atrofli o'ylashib,
Shundaq redlik tafsili tushuntirib berdingiz. Endi mening so'raydigan savolim, qanchalik nüfus bor? Bu yerda əmli bar bo'lgan nüfus hozir 500 etrafida. Lekin Nayning statistikada 1400 nüfus bor. Endi bu nüfusning yerim naketdi deganda endi hozir yaylaqlarda chekinish, ham nurg'un kallar echilayotgan bo'lgandan, ishsizlarning soni ko'p bo'lgandan, yerlik hukumat o'ylashib, bir qism chorvachilarni ko'chirib o'ltiraqlashtirish rayonlariga ko'chirib ketdi. Hozir əmli bar bo'lgan nüfus 500. Tushundim. Lekin bu joyda kan echayotganlarni qilganda bir 2 mingdak odam bor. Undaqda siz bir magazin ochdim dedingizmi? Men bu yerda 8 yil bo'ldi, u da shu mehmonxona egilik barpo qilib, o'sha turyapman. Mehmonxona. Hozir sizning arzuyingiz, o'zingizning shaxsiy arzuyingiz emas ekan-ku, shu yurtdoshlaringizga vakolatan, shu yurtdoshlarimga yaxshi bo'lsin, shular qulaylik bo'lsin, shular taraqqiy qilsin, boy bo'lsin degan arzu armon bilan kelibsiz birinchidan. Ikkinchidan hamda korxonchilar yoki egilik tiklovchilarga nisbatan savdo fursatini, mush uchurni bermoqchi. Shundaq-ku? Hem iqtisodiy qimmat yaratsa, ham bir bilik xalqimizga yaxshi fursatlarni yaratib bersak. Siz mushu o'zingiz turayotgan joydagi shu mablag' silish jihatdagi mau qulaylik taraflarni, mau uchurlarni qanchalik vaqtda yoki qanchalik ajr qilib to'plab chiqdingiz? Shundaq sistemliq. Men bu joyda bu yil 20 yil bo'libdi, 95-yili men xizmat munosabati bilan ashada ishlagan, ashaga chiqqandim. Atrofni kuzatib, işte. Ma'lum sabablar tufayli xizmatni to'xtab, o'z oldimga egilik tiklagan yog'i, mushu atrofdagi mushu alayliklarni, mushu o'zalliklarni bayqab chiqdim. Shu yillardan beri bayqab chiqqan o'zalliklar bu shundaqmi? Bo'ldi. Chechen yaqinqi 10 yil jarayonida iqtisodiyotni tez taraqqiy qildi. Men ko'rildim. Burunqi Chechen bilan hozirgi Chechenni selishtirib ko'rsak, islohot ichib etishdan keyin bo'libmi mush 10 yil ichidagi taraqqiyotni aytdi tez. Chechen endi ko'rilganning noyilari ichida eng chet noyi bo'lsa-mu, shahar taraqqiyoti, xalq turmushi, xalqninki davolash, saqliqni saqlash, sug'urta, qatnash, qatorliq jihatlardagi imkoniyati ko'rilning boshqa noyilaridan yaxshi bo'lsa, yaxshi ekan, to'van emas. Endi sizning ma tashabbusingizni men o'ylayman, o'ltaqan korxonchi ustozlar agar o'zining imkoniyat yer bergan doirada ashundaq bir ishqa qurbi yetsa, ko'zi yetsa, berib siz degan shu arzudagi ishlarni qilib berishga imkoniyati bo'lsa, meningcha buningga qiziqishi mumkin. Yer bersa, korxonchilarimiz siz degan o'sha arzuga yaqinlashish, sizning talablaringizga yondashish, ham siz orqali shu yurtga xalq uchun bir ahamiyatli yaxshi ish qilib berishga tirishchilik ko'rsatdi deb o'ylayman. Kelganingizga rahmat. Men sizning ikkinchi bayam degan bir buloq va mineral suv chiqib dedingiz emasmi? Mushunga qiziqib qoldim. Bizning obidachilikning qarmog'ida iroda deb bir shirkatda buning mineral suvi bor. Biz ishda ishni qilishni xohlaymiz, chunki bizning maxsus shu mineral suv qiladigan shirkat bor. Bu yerda siz bizga vakolatda masalan bir o'zi hukumatlar aloqa qilib bersin. Ikkinchidan birisi anandan keyin mavalqi suningki masalan biz avval bir tekshirish to'g'ri keldi. Mineral tarkibi nereden nergacha shuning asosan buning qiymati chiqadi. Uchinchidan birisi ash yerlik hukumat bilan deyishib qolsak, hamda aşağıda bir zat sıxta ishlaydigan muhim adam deb birishga biroz hukumat tarafdan aktiv bo'lsa, anandan keyin bir ish ro'yobga chiqadi. Shunga buna qilaylik, biz shirkatdan bir odam evatili aşağıga yiroq bo'lsin. Avval sizlarning yerlik hukumatlarni ko'rishib, shu firmadagi hep sirtqa assangiz bo'ldi, bizga manchilik baho bersanglar, tanaraq assangiz qolganini o'zingizlar desa, uni bir deyishlar. Ikkinchi qadamda aşı bayamqı işleşmez, işçilik meselesini deyişler. Şu 3 yıl olsa bir suzaltı birisini kursak elbette buldu. Rahmet. Bu yoq kelishni oldida endi albatta mushtar savolni qo'ydiganligini bilmay, shunlashqa men bizning Muchangning, Astur Muchang firmasining rahbarlari bilan bu vaqtda ko'rishdim. Agar korxonchilarning qo'llashiga erishib qolsangiz, biz noyidimmi, biz firmadimmi qo'llaymiz deb ashta degandi. Ko'pchilik deydigan gapingizni astoydil
o'ylashib qolmay nima savol so'raydi degan masalalargacha o'ylashib uning javobini tepib kelibsizda mana bizniki Qutiyar şirketimiz şu içimlik sodası bilan şo'g'ullangan şirket. Şoňa sizningki va kelgan suv alaydi taqdim tatdi. Suna keldi yaxshi bo'ldi, suvning ta'mi bo'ldi, lekin bu suvni cho'qim mas'uliyat tekshirish idorasida bir idora bor. Cho'qim tekshiramiz. Ashlar birna chiqib berdi, men chiqib tekshiraydi. Sizni qo'lingizda ashnas bo'lsa, andan keyin bizniki Qutiyar şirketida biz mablag' salsak bo'ldi, zot qilsak bo'ldi. Chunki suvning saqliq darajasi albatta payliq bo'lganlar jiq bo'lgan holatda biz albatta unda silishga qo'shilamiz. Shunga shu ashliq narsa akasingiz yaxshi. Agar ashnas chiqarsiz, biz şirketla aloqasingiz bo'ldi. Bunda? Bo'ldi. Agar qiziqsanglar sizlar berib tekshirib baxsanglar bo'ldi lekin. Abayqı nutqыңызға qarab shunchalik hayron qoldim-chi, bu yaxshi tayyorlikning yaxshiligimi yoki o'zingizning tabiiy nutq qobiliyatimi? Men hatto sizni shu Charchan oilik mablag' chaqirish idorasi ishlandikin deb gumonlandim-chi. Chunki bu yarmankalarga qatnashimiz, nurg'un yig'inlarga qatnashimiz sizchilik mandaq umumiyuzlik kuzatib turib, mandaq o'zining tabiiy sharoitini bozor etishga yuzlantiradigan nutq bu az uchraydi-chi. Bu nutqingiz orqali buni degim kelyaptimi? Shu dehqon yezilarimizda yashayotgan yoshlarimizning o'zining tabiiy alayligini ching tutmay turib, nima ish qilsam bo'lar, nada fursat bor deb izlaydiganlar bor. Amaliyat fursat avval atrofimizda bor bo'ladi-chi. Faqat topolmaganda aniki sirtga yuzlanamiz. Menimcha sizdan hozirgi shu xaridor chaqirish e'loningiz oldi-burun televizorlarga chiqib bo'ladi. Hatta bu yerda korxonchilarning ba'zilarimiz har xil tuyg'ular bo'lgan bo'lishi mumkin. Nurg'un shirkatlar sizlar hamkorlashdimi, xolidi berib ish bo'lmagan izlanishni tuyg'usini ifodaladi. Menimcha bu televizorda bundan keyin Charchan noyisiga mablag' selishni xohlaydiganlar hammani siz bilan aloqa qilishadi. Bu tushingiz tamoman reallik aylandi deyman. Rahmat. Sayohat rayonlari deymiz, ashundaq muhit bulg'anmagan yerlarga zavod qurmoq bir qadar qiyin. Sizning ash buloq chiqqanya uvoyliqqa sanoat rayoni emas, tarilg'iya bo'ladi. Va qurish uchun nurg'un hukumatning o'tganlaridan o'tishimizga to'g'ri keladi. Mayli Abida shirkati bo'lsin, mayli bizning Sabida shirkati bo'lsin, mayli qanday shirkat bo'lsa, berib hukumat tarmoqlari bilan maslahatlashgandan keyin bu ish cho'qim vujudga chiqadi. Rahmat. Bo'ldi. Sizning yurt xalqi uchun o'ylashganingizga rahmat aytamiz. Korxonchilarga mablag' tilish fursati uchiri berish uchun kelganingizga yana rahmat aytamiz. Undaqda arzu armonlaringiz reallik aylang'isi Chish markaziga marhamat. Bilet tashlashni boshlaymiz. 3, 2, 1. Qani korxonchilar. Eng oxirida erishgan bilet soningiz 277. Muborak bo'lsin. Akmiyatlik orzuingizni tanlash ilkilik qadam qo'ygan bo'ldingiz. Muborak bo'lsin. O'z yashayotgan yurtga muhabbat qo'yish, yurtning omonligi va taraqqiyotiga taqozo bo'lish har insonda bo'lishga tegishli aqalli fazilat. Charchan noyisidan kelib, har soha korxonchilarni savdo uchuri bilan ta'minlagan. Shundaqla o'z yurtining yangicha taraqqiyot va yuzlanishlarga muyassar bo'lishini umid qilgan Osiyo xonim haqiqatanmi hurmat bildirishimizga arziydi. Shuningga ishonamizki, egiligini ko'lamlashtirishga tirishayotgan korxonchilarimiz, o'z yurtiga mas'uliyat va muhabbat bilan nazar silayotgan qarindoshlarimiz bo'ladi ekan, Tangritog'ning janub va shimoli eng go'zal taraqqiyotlar bilan jahon ahliga namoyon bo'ladi. Ko'rayotganlar Urumchi Faxriy Savdo Cheklik shirkati alohida qo'llagan Faxriy Shirinchush programmasi. Faxriy Shirinchush egisi. Marhamat. Assalomu alaykum naq maydondagi va ekran oldidagi qarindoshlarim. Assalomu alaykum korxonchi ustozlar. Assalomu alaykum Shamsiyada. Va alaykum assalom. Yo'pirni aytsak esni kelgan Abdurimjon Abdurishitdan chin yuragimdan menga o'tliq salom. Oldi bilan arzuyim deyishdim burun azroq bir so'g'atlik bir narsa kelgandim korxonchi ustozlarim. Berib olsam. Bo'ldi. Oldi bilan shu karvon turga shu azroq bir ssenariy o'zim yozgan. Azroq bir materiallar var. Buni ağaç geldi. Ondan keyin Urumchi kelgandan keyin o'zim bir yaxshi ko'radigan bir korxona var. Hem korxonchi akamizning yaxshi ko'rma. Shuni kichik uxlamay bir laylab baqaydab bir materiallarni setib, endi buni viskelishga
fursat bo'lmay qoldi. Shuningga mushuni bir so'g'atliq ağaç kelgan. Üzem yemek içmek sahası kızıqmancha, nurga o'y fikrlar va bazaga masalan salalığıdek bir shikoyatchilik karxanchilar. Uni üzem yasaycım texnik jihatdan ajliq kelib, mana bir qism doğruluk üzümlüklerini ağaç kelgan paylanib qalsan bu haqsiz. Mana bir talqan. Bunun hem de paylık terpe, miye, börek, onun deki ma talga alay iqtidar paysı var ki buna şu naq meydandaki veya ekranlardaki karxanchilar olsun, meyle Tamaşbullar olsun, hazırcı birisini yapaqını kömüdem. Lekin bunu təşrif amal qılama bütün milli tibbiyat doktorları izlab qilgan ekan va mujda haqiqatan juda foydali tarafi bor deganga men kelib keldim. Buningda hamda oddiysi talqon ishlab chiqarsaqmi, men ma'lum darajada ichimlik qilib foydalanib bo'ldi. Undan sirat eng tez foydalansa, masalan, yog' sog'lomlikka yog' ishlab chiqarsimi bo'ladi. Mana bir xil bizning yuzdan o't cho'kkan buningdan hamda qandagi mayni parchalash orqali har xil o'smik kesaklari bor emasmi? Shuni oldini ola oladigan bir alaydiqlar bor ekan. Qandagi mayni parchalash eng tez holatda. Ma'lumki og'irda ko'ksig'im tushib buja kutuk deymiz jiltiza. Hammayam biladi men boshqa ma'u emas. Lekin o'zim bu ma'lum bir sabablar bilan deqanchilik qiyinchilik bo'lgan ekan. Shu bir randa tushib jiltizni ko'lab setish jarayonida boshqa bir o'simlikni bayqab, buni ichidagi tarkib va amir o'xshashgan. Bu təşhüssəm, onundaki işideki məlum bir qism oxşamaydıkən, bulağa hamda ulama məlum dərəcə falan keselgə falan eske payda qılıdı o deb cəzimləşdirəmədi-ço. Şununğa hamda təşhürtdə paydalı paqaydısa, bunuma ağaç gəldim. Menin hamda üzəmnin arzusu yemek içmek sahası karxanda işləş. İşləb turab, hamda kalan oy fikir arqılıq şu şirkətə yanlıq yaratsam, ulağa töf qoşsam degan bir arzu bilan keldim. Sizinki başqalarınınki başqa fikir qatnaşdırışımı hacəsizkən, siz biri Uyğur tıbbabət qiziqitkensiz, hem Uyğur tıbbabətki ait, kesellikə, sağlamlıqqa ait o çöpünü əpkəpsiz. Hem bununki birisi talqa yazsın buludu, birisi hem de qandaki mayını parçalay dediniz. Qanchalik sinab qildingiz, qanchalik ilmiy asosi bor bu jihatdan hem de konkursni bilmadik. Agar shu jihatdagi izlanish qiziqishingiz bo'lsa, sizni Şinjan Çindil Xalqaro Sovet Çekiş şirketimiz yuqori maaş bilan xizmatga qabul qilamiz. Rahmat. Bundan keyin sizniki shu bilgan bayqaganlaringizni birga hamkorlashib, rasmiyatlarni to'liq elib, buni tekshirib, o'lchamlik to'liq rasmiyatlar bilan qonunli qilib, xalqimizga yuzlantirishga, bozorga selishga biz tang hamkorlashsak bo'ladi. Programma tushgan vaqtida yaxshi maslahallashib, mushayatdan hamkorlik o'rnatishni xohlaymiz. Azizani Qashqarning yo'pog'idan keldingiz, kelib kecha-hech uxlamay jabhat tortib bizning sabiylarning logo deymiz inglizcha, uyg'urcha marka deb atalib kelyapmiz hozirgacha. Shuni loyihalabsiz chiroyli valdilab turadigan majalladan tikib buni ekkapsiz. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Yakında muş programının tesiri buluşu mümkün. Muş dostumuz Atayt'ın bana köngel kılıp bizden şirketke ekipti. Köpten köp rahmet. Baya Çindil şirketinin liderimizini karşı aldıqallıqını bildirdi. Bizden Sabila şirketimiz sizni karşı aldı. Sabila şirketinin darvazası sizge davamlıq uçuq. Rahmet. Ya bunu hemen karvan toruğa geldim dep ekeldiniz. Bunu qarsam hazır Qırlıq istakkan 3. bölüm deydi. Bunu ben üzem eləqə şu çat komedilik film bolğan kimi yaxtırıb görgən emasmı desab çıxqanda. Şu 2000-ci ildə bu qızıqıb üzem yazğan bunu. 2006-cı ildə yazğan. 2006-cı ildə. Ondan sonra yazba kompüter bastığa vaxtı etəxava. Şu yazıb tayarlagan ekan bunu məlum bir şirket kino işləydigan köydə görgən setib aldığan olub. Azaq bir səbəblə satmadım da satmağan ekan. Mən tusa bunu geçkanda bir öyd biz turuyurken karvan to'rg'an bir sovuqlash tor orqali foydalansa müşagam da shirish programmasiga kelgan nurg'un yordam muhtoj kishilar bor shular bir yordam qilishgan shu foydalanib qolishgan degan umidlarga keldim. Asar huquqli karvan to'rg'i bermoqchimi? Buni bizning tahrirlagandan keyin bizniki karvan to'rning maxsus ovoz kelish uyi bor, keskin ovoz kelish uyi.
Buni biz shu radio dramasi demdik, radio dramasi qilib ishlasak bo'ladi to'liq. Mazmuni xili jiqqa. Biz buni radio dramasi ishlab to'rda taqdim beraylik. Rahmat. Undan keyin sizniki yiziqchilik hozir mayaqqa yozganda yemak-ichmak sohasiga deb o'zingizga arzuyingiz ekan. Men yiziqchilik jihatdagi alohidligingizga karvon to'rimizdan bir 5 ming yuan ko'nglim. Rahmat. Şirin tushlarınız reallik aylangısı Çüş merkezine merhamet. Bilet taşlaşını başlayınız. 3, 2, 1. Xo'sh, qani karxanchilar. Oxirida erishgan bilet sonimiz 220. Hech qisi yo'q. Xo'shalik tilaymiz. Rahmat. Samimilik güzel boludu. Samimi tuyg'ularga o'ralgan shirin tushlar texmi güzel boludu. O'zining shirin tushi bilan karxonchilarga atagan sovg'asini elib, sahnimizga kelgan Abdurimjon samimiy bayonlar bilan Murad manziliga muyassar bo'ldi. Biz bu yigitga utuq tilaymiz. Karxonchilar bilan bo'lgan hamkorligingiz uzunga davomlashsin Abdurimjon. Faxriy shirin tush egisi. Marhamat. Assalomu alaykum ekran oldidagi va naq maydondagi aziz tomoshabinlar. Assalomu alaykum Shamsiyada. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Shirin tush programmasidagi barlik japakesh xizmatchi xodimlar. Ko'rlik jurnalistlik kelgan Aynur Muhammaddan sizlarga o'tliq salom va oliy ehtirom. Aynur qiz, bek jonliqkansiz a? Rahmat. Qanchinchi sinfda o'qiyapsiz? Oliy maktabning 3-yiliga bu yil chiqdim. Ha, men siz o'rta maktab o'quvchisiman debdiman. Nanjing pedagogika universitetining hayotlik ilmiy biotexnika kasbininki oliy maktab 3-yiliga bu yil 9-da chiqdim. Pulda undaq arzuyingizni anglab baqaylik singlim. Arzuyim opamga bir talabazir ichib beray degan. Chunki opam 22 yillik o'zining hayotini men uchun tekshirayotgan, men uchun nurg'un jafo mushaqqatlarni tatib, o'z yolg'iz cho'ng qildi minimishkamgacha. Bu yil 22 yoshga kirdim. Shu 22 yillik jafoyimmi oz bo'lmadi opamga. Shunga shu biz ish kirdi bo'lgandan keyin bu Shinjongdagi nurg'un programmalarni o'qimaymiz. Bu programmalarni qatnashamay qolmizdan vaqtimliq ta'tildan foydalanib, shu programma qatnashib, opamning shu ajriga bir javob qaytaray, opamni rozi qilay deb bu sahnaga chiqqandim. Opangiz hozir ishsiz shundaqmi? Bishida opam jamiyatdagi barliq ishchilarning rolini ilib chiqib, meni o'qitish uchun nurg'un jafo mushaqqatlarni tortdi. Endi 2005-yili Urumchi havo armiya doktorxonasida bir qitimliq rakkislik deb chiqarib, a'zo almashtirish operatsiyasidan keyin hozir 10 yil bo'ldi. 10 yilgacha bardoshlik berib, shu armas qo'llari bilan meni hozir shu oliy maktabning 3-yiliga chiqadi. Siz ishkirda o'qiysiz. Apangiz yolg'iz. Siz maktabga ketgan vaqtda apangiz uyda yolg'iz shundaqmi? Ha. Aqchan maktabdagi vaqtingizda apangizni ansirab tursiz shundaqmi singlim? Shundaq. Unda o'zi apangizga talla bozori ichib bersangiz, talla bozori ichildimi deylik. Shu yerda o'tirib xizmat qilsa salomatlikka yor beramda? Ha, salomatlik yor berdi. Garchi bir qitim operatsiya bo'lgan bo'lsa-mu, menda hozirgacha shunda jalliq, shunda xushal yashab kelyapti. Menimcha az shu ilk natijasiga erishgan natijangizmi? Taqdirnomalar? Ha. Ma taqdirnomalar? Ha. Dars toz yaxshi ekan-sizda, singlim. Bo'lib qoldi. O'qish mukofoti olamsiz? Ha. Demak, o'qish mukofoti bilan o'qish pulingizni to'lab otamsiz? Ha. Nima degan yaxshi. Opangizga ig'irchiligingizni tushunamsiz-da, oliy maktab chiqqandan ha? Yaraysiz. Unda turmush pulini-chi? Turmush pulini opam o'z avatib berdi, ishlab.
Hozirgacha ishlayapti. Nima ishlarni qildi apamiz? Baya degandek, meni o'qitish jarayonida shu jamiyatdagi barliq kishilarning rolini olib chiqdi. Masalan, tazliqchi bo'lamdi yoki oshxonada ishlamdi. Kichik kashfiyotchilar musobaqasida kashfiyotlaringizni bor deylik, Umar qiz. Tuluqsiz o'qiydigan vaqtimda ilqi ko'p yerda o'raylamasmi? Shu vaqtda ilqi mau yerda o'rgan vaqtda bag'ant effektidan foydalanib ilqi yerda o'rgan amatlankin bag'ant effekti qo'yib berildi. Undan keyin bu binolar ustiga ko'tarilib mandayliqqa yer bilan araliq saqlab, undan keyin ilqi bu butun bir qurilish saqlanib qoldi. O'sha vaqtda ashta bir layilgandan bir tajribani shu vaqtda erishgan. Tastirishchan qilgansiz, jumusiz. Rahmat. Apangiz mendan jafokash ekan, sizni shunday tirishchan vafodor qilgansiz. Apangizga bir kichik tipdagi tanlab bozori bo'lsa, ham ancha bek jafo tortib ketmasa, shu tanlab bozori orqali kirim qilsa, men bek ansirab ketmasam deysiz aqchan, shunday bo'lsa-da. Maktab o'qiyotgansiz, apam nima ish qilayotgandi, qanday jafo tortayotgandi, mening turmush pulimni g'amlash uchun nima ishlarni qilayotgan deb o'ylaysiz aqchan. Hissiyotingizni tushgandik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aynur singlim, sizning tirishchanlik ko'rsatib hammamizni hayajonga soladigan bir qator mukofot taqdirnomalaringizdan suyundik. Haqiqatan siz yaxshi o'qigan bir tirishchan qiz ekansiz. Endi bizda o'quvchilar ko'p, ota-onalari o'quvchi shu o'z farzandlarining tirishib yaxshi o'qib bir a'lochi, namuncha o'quvchi bo'lishni orzu qiladi. Lekin hamma o'quvchi ota-onaning orzusiga, ota-onaning talabiga loyiq o'qib bo'lolmaydi. Endi siz o'rta maktabdan tortib tirishib yaxshi o'rganibsiz, yaxshi o'qibsiz, nurg'un taqdirnomalarga erishibsiz. Hozir ish kirsida o'zingizning bir munavvar o'quvchi salohiyatingizdan o'qib o'tibsiz. Biz mushundaq o'quvchilarimizdan, millatimizning mushundaq farzandlarimizdan faxrlanamiz. Chunki sizlar davlatimizning va millatimizning kelgusini yaratquchilar. Millatimizning kelgusi taqdiri sizlarga o'xshash tirishchan, ilg'or madaniyat va zamonaviy fan texnika uchun o'zini bag'ishlagan, davlati va millati uchun o'z hayotini sarf qilgan mushundaq yoshlarga muhtoj. Endi men bir o'qituvchi bo'lish salohiyatim bilan sizdan intayin suyundim. Sizning bu ro'yingizni barliq yoshlar o'rganishga arziydi deb qarayman. Ammo ishoniman, bizning korxonchi ustozlarimiz imkoniyat yor bergan doirada sizning bu arzuyingizga yaqinlashadi, moslashadi. Endi siz buningdan davomli tirishib o'rganib, kelgusida mushu arzuyingizga loyiq, texnik bilimlik, yaramliq bir munavvar fan texnika xodimi, munavvar bir yosh bo'lib chiqishingizga tilakdoshman. Rahmat. Rahmat. Nəhayət yaxşı arzu armanlar ilə çıxıbsınız. Apınızı buna tirişçən deyilsiniz. Anda boğankin talla bazırını mən içib birey. Bak karxançılar balını səhv pəsun. Onusu talla bazı içib boğuca mən yine apınızdaki şu ticaret qamlaştıramamdı. İlk tikiliş üçün mən 5000 koyluq öztügül marısızki girin buyurların. Həqsiz, iştik oğalға balını səhv birey. Bağınızın turmuş qıracılık işləsin buludu. Bu apınızdan belki bir ticaretli jarayonga bir praktik sabab qilish mumkin. Öztügül şirketi Tallavazırı aşqandan keyin biz Elnur Marks'taki sap tabi ullarımızı aş dükkanğa sepireyli. Bizdeki asas cevaptan nahmal silinadiço, setlidi nesiga silinmaydi. Biz bir yılda bir hesap qildiğanga to'g'rilab, apыңızdan qiyinchilik tükkicha shunday bir to'g'rilab beraylik. Bilamdi? Rahmat. Allah bilan shu qilalib qoldi. Mundaq biray biz Ürümçi fan texnika şirketi sizning talabalaringizki buka viskisini oliy darajada qilib, chiroqlik qilib, ravrisga o'xshab beraylik. Andan keyin do'koningizga 3 mayonli quta yurish soda suyini sepib beraylik. Bu sizga sovg'at. Agar talabalaringizning ismini qanday qo'ysangiz mayli, mehr shafqat deb qo'ysangiz bo'ldi, shirin deb qo'ysangiz bo'ldi. Qutar markasini ishlatmadingiz, buniki rasmatlarni o'tab bersam bo'ldi. Talabalarini Vesligildagi akangiz ijara işçideki maltızdıgan caza hemen kıpırdıgan buldu. Menem de fakat biz başka karxançılar malla tizip bersek talla vazırı bitti, arzuyunuz emelge açtı degen gap. Rahmat. Bizden Şinjan Sabila Kesbe Teraqqiyat şirketimiz Sabila marksizlik tayyorchi buvaqlar mahsulotlari bulup, ondan başka Zilal marksizlik yuvish buyumlari bulup, jami 5000 yuan qimmatida mal tizip birimiz.
Ma Abide şirketininki 30'a yakın mesafe sudası, meyve şerbetleri degandek. Abide şirketi 5 milyon yerlik malını aşı tallavazda tizipirle pansiyonadan kerim kalsın. İşçimlikini saladığına bunun bir to'lti sandığı lazım oladı da endi tallavazda. To'lti sandığını men ta'minlab beray. Rahmat. Mektepte nayt yaxşı oqıpsız, voleyboldamı neticanız nayt yaxşıga. Sizden bek hoş buldum. Sizden muşunda qaydilik, çıraylık, tetik qilib çoğun qılğan, aqıllı qilib çoğun qılğan ananızga köp rahmet. Rahmat. Ben Xejing nayisiga bağan bir gün to'g'andim hamda Nahiya bozori menga bek iniq. Talla bozorini Nahiya bozorida ochmoqchiman. Bo'ldi. Yuqorida Husnigul şirketinin naqd yaxshi ifoda bildirdi. Hozir shu cho'ng biliq, kichik biliqni yeydi degan gap emasmi? Menimcha Talla bozorini obdan qilib korxonchi aqllaringiz mosipirdigan bo'lgan ekan, obdan qilib ichinglar. Bizmi Şinjan Altın Güher şirketi bazar sağan Altın Güher deniz canlıqları yürüşlük kirim buyumlardan 10 ming yuanlik mahsulat sovg'at qilayli. Bizning İhsan Yaxşılıq şirketimiz mı hem de sizin tallavazlarınızga 5 ming yuanlik İhsan yağlarını haqsiz sepiri taqdimlayli. Rahmat. Siz haqiqatan bir vafodor qiz ekansiz. Opangiz bek mehribon, kuyimchan opa ekan. Chunki onalar taqdim qilganni başqa hech qanday inson taqdim qilolmaydi farzand uchun. Shunlashqa hamda biz Talla bozor ochadigan ishninki ishlari bir qator, do'konninki jihozning ishlari bir qator bitdi. Bizda ham hozir siz uchun Talla bozoringizni sepirdigan bizning Şinjan Meteor xalqaro suv chekli shirkatimizdan yaqinda ishlab bozor sog'an Ochil markasidagi yurishlik sopun mas'uliyatlarimiz bor, yuvish buyumlarimiz bor. Bundan 10 ming yuanlik biz sizga oldin qaytib shu oldidan sizga shu do'koningizni sepasak. Undan boshqa Ochil degan ismi bek chiroyli-ku. Bo'lsa shu do'koningizning ismini Ochil Talla bozor deb qo'ysangiz texmi chiroyli bo'ladi. Men hozir hamda sizning o'qish natijangizdan ayt suyundim. Bizningki Atlantikki nurg'un to'r darslari bor, ya'ni saviyalar bo'yicha ayrilgan. Xohlasangiz bu to'r darslardan xohlaganini o'qisangiz, haqsiz akkaunt ichib olsam, bundan foydalanib o'qisangiz. Ondan keyin bundan boshqa yana o'qish bitgandan keyin agar xohlasangiz bizning Atlan ma'rifat texnik shirkatiga kelsangiz, sizni oldingi xizmatchilik qabul qilsak. Ma'qul, rahmat. Eng oxirida bir ishingiz qolsa ham opangizni kunda ko'rabdimisangiz bo'lmaydi yana. Shuning men Talla bozoriga telekamerani bekitib, telefoningizni ulab beray. Har vaqt anangizni ko'rib xotirjam o'tirsiz. Ananızga bo'lgan mehrinizga barakalloh. Talla bozoringiz qarab baqsam, atida ichildigandek tayyor oldi-ku. Bizning Ro'yab shirkatida dora va sog'lomlik buyumlari sotgan shirkat bu Talla bozor emas ekan. Shu sizga o'qish mukofoti uchun 5 ming yuan naqd pul mukofoti kerak. Rahmat. Rahmat. İş ömlükdə, küş birlikdə. Demek ömlük bolsa, inaq ittifaqlıq bolsa, tenişlik bolsa, andın taraqqiyat boludu, andın gülünüş buldu, andın ronaq tapımız. Nim degan yaxshi? Bizniki Şinjan Tashqin xalqaro savdo shirkati dunyo turkumida ishlab chiqargan birinchi avlod Talla bozoriga tushgan aqsildan 1000 ko'yloq, ep yurishga qolaylik xaltaliq aqsildan 1000 ko'yloq, 2000 ko'yloq mal sovg'at qildi. Buldu singlim, endi cho'ng bir g'amdan xalos qildigan bo'ldingiz, ha? Aqllaringizga cheksiz minnatdorligimiz bor buni demisingizmi ko'zlaringizdan chiqib turdi. Endi bu aqllaringizningki, bu aqllaringiz, adlaringiz sizdan hech nima talab qilmaydi. Faqat ularning sizdan talab qildig'ini tirishib yaxshi o'qib, jafokash opangizga yaxshi javob qaytarsangiz, millatga, xalqqa yaramli odam bo'lsangiz, hammasining oldi chiqadi. Bo'ldi, tush markaziga marhamat. Bilet tashlashni boshlaymiz. 3, 2, 1. Karxanchilar. Buldu, undaqda eng oxirida erishgan bilasangiz 278. Muborak bo'lsin singlim. Ana o'z bolasi uchun qanchalik jafo chekishidan, qanchalik badal to'lashdan qat'iy nazar hamon tabassum bilan yashaydi.
Farzandlar bu jafo va badallarning qimmatini tushungan kuni uning tabassumi baxt rangli ko'z yoshiga aylanadi. Onasining badallarini chin qalbidan tushungan Aynur qiz maktabdagi a'lo natijasi o'zining amaliy harakatlari bilan onasini emas, hammalarni hayajonlantirdi va so'yindirdi. Biz Aynurdan so'yindik. Korxonchilardan ta'sirlandik. Bu so'yinishlar davomida qizining kelgusi uchun un-tunsiz badal to'layotgan onalarga hurmat va ehtirom bildirdik. Onalarimiz aman bo'lsin. Programmamızga diyorimizning ichimlik sohasidagi sarkiga aylangan Xinjiang Abida Bio Fan Texniki taraqqiyot cheklik shirkati alohida hamkorlashgan. Ko'rayotganlar Urumchi Faxriy Soda cheklik shirkati alohida qo'llagan Faxriy Shirinchush programmasi. Faxriy Shirinchush egisi. Marhamat. Assalomu alaykum karxanchi ustozlar, assalomu alaykum televizor oldidagi ko'rurman do'stlar. Qashqar qizi Tunsagul G'ojidan o'tliq salom, oliy ehtirom. Men kichikimdan ota-onamdan yetim qilib, meni cho'ng dadam, cho'ng opam cho'ng qilgan. Men o'z taqdirimni o'zim o'zgartirish uchun shunchalik tirishib o'qigan bo'lsam-mu, shu ojizligim sababini chuqurlab o'qishga amalsiz qoldim. Shuning bilan yo'lishim ikkimiz birlikda tirishib bir-birimizning kam ortiqliklarini to'liqlash uchun niyat qilib to'y qilib ikki farzandlik bo'ldik. Farzandimiz nayt sog'lom. Endi yo'lishim bilan nurg'un qiyinchiliklarni yengib Ahri pol surtkish zavodini qurib chiqdim. Hozir qo'limda 5 odam ishlaydi. Maqsadim endi mening qilayotganim ancha ulug'varish emas. Lekin mushu 5 odamni ishiltish orqali partiyaning ishga o'rinlashtirish siyosatiga ovoz qo'shmoqchi. Demak, yo'lishingiz bilan ishchilar birlashib nima o'rin qurib chiqdik dedingiz? Biz pol surtkish zavodi. Pol surtkish, ha. Pol surtkish zavodi qurgan, qo'limizda 5 nafar dehqon ayol ishlaydi. Nimga yaxshi. 5 odamni ishga o'rinlashtirdinglar, yo'lishingiz bilan ishchilarni hisoblagan 7 odam, shundaqmi? Ha. Kiriminglar qandaroq? Oylik kirimimiz 5000 yuan. Kunlik 300 dollar pol surtkish yasab chiqara olamiz. Shu 7 ishlab chiqara olamsizlar? Ha, zavodda kuniga shu 300 dollar yasab chiqara. Rasmiy zavodinglar bormi? Ha. Voy, xil taraqqiy qilsizlarmi unda bo'lsa? Endi bo'lsa, texmo bir zavodga 5 ta odam ishlaydigan. Bo'lsa texmo biror texmo o'z ajrimiz qilib bir ishki zavodni ko'paytirib, dehqon ayollarni ishga o'rinlashtirsam degan umidda. Nayt yaxshi arzuyingiz bor ekan. Undaqda sizlarning pul surtkichinglarning bozori ishtikkan-ku? Bozor yaxshi. Qanday alaydirligi bor? Boshqa pul surtkishlarga o'xshamaydigan. Endi boshqa alaydirligim yo'q. Odatda shu tomlarni, endi yerlarni surtimiz. Endi boshqa alaydirligi bor pul surtkishlar buni biz taxi ko'rib baxmidiq. Mening bir inim ishkirdan akeldirib bergan. Endi shularsiz sizlarga meyib bozorlarni sizlarga mos keldik-a. Shu zavodni ishiltinglar dedi, desatda setib chiqarishqichlarmidi haqiqatanmi? Andin meyiblar birlashmasak berib biz mushta zavod qurgan, setib chiqarishga amalsiz bisib qoldi. Desam shularni setib chiqarish yo'llarini ko'rsatib berdi. Hozir yetishmayapmiz. Unda bo'lsa, endi sizning orzuyingiz? Arzuyim shu zavodni texnik kengaytirib, dehqon qarindoshlarni ishga o'rinlashtirib, partiyaning ishga o'rinlashtirish siyosatiga ovoz qo'shmoqchi. Zavodni kengaytirish uchun mablag' kerak shunda. Mablag' kerak. Noqul oldiki mablag' kerakmi yoki hamkorlashish kerakmi? Hamkorlashchi. Yo'lishingiz bilan keldimi? Keldi. Yo'lishingiz bilan ko'rishib baqaydi, ha? Men shu Kuyimjon Mehribon Tunsagulning yo'lishi bo'laman. Bu ayolim nihoyatda tirishchan. Azroq hamda ko'zjatdan bo'lsa-mu, ko'rganlar ishi bo'lsa, shuni qilamiz. Deb hozir degandek shu mashinalarla ishimiz agarcha tan saloqimiz yaxshi bo'lmasa-mu, kuchimizning yetishicha ishlarni qilib turmushimizni qimdab kelyapmiz. Nayt tirishchan degan baholarni berib bo'ldingiz. Demak, ayolingizlar emas, sizmi shunday tirishchan ekansiz? Ishqillarning tirishchanligidan intayin suyundiq, bolalarni yaxshi tarbiyalab yetibsizlar. Bundan keyingi turmushingiz texmi? Baxt tilaymiz. Ondan başqa bir yerdə bir əsgərtib bitişik deyişdiki bayadın sizlər zavod edənləğu. Mən bir yerdə zavodun könümünü sorsam, bularının zavodi asasçatı özünün öyüge. Öyünün içində o məşğulatlarını yapırdık. Bir maşını var şunaqı. Uzunluğu 1 metr, kənliği 1,5 metr ətrafıdaki bir maşında şu öyüdülam işləb çıxırış yapardık. Buldu, rəhmət Zümrət. Köpçüsünün gipini alıb baxaylamsa. Assalamu alaykum.
Aleyküm selam. Nayt yaxshi chiqibsiz, xush bo'ldik. Biz hamda nurg'un masalan turmush buyumlarining hammasini shkolingizdan boshlab shu hamda shu sirtdan kelmasak bo'lmaydigan bir holat bor. Hamda amaliyot u qilolmaydigan ish emascha, sizmi ko'ribsiz mana. Zavod uskunlum bak oddiy, unda bir texniklik talabimi tuvan bir ishchi, masalan turmush buyum yasaydigan ish. Mening bilishimcha bir necha yildan oldin Qashqar Nazarvar yazdimi, bir sapmakesh zavod chiqibdi. Shuna qisaq ishni beshida sal ish boshlamoq tez amaliyotda. Bilmagandan jafo bo'ldi, lekin ishning epini bilib olgandan keyin ish yurishib ketsa, yo'limiz ochilib ketdi. Men mush fursatda mushundan yezilda ish yo'q, anandan keyin boshqa qilgan ishlaylik zavod yo'q deb turgan mushna bir turkum odamlarga degim keldi. Amaliyotda mushan supun zavodi anandan keyin mushunda pol surkishlaymiz, shkolga hammasiniki kichik tipdagi uskunlarim bor. Mesela alivi karxana qilib ishlatib taraqqiy qilganlarim bor. Ishkirga nurg'un zavodlar amaliyoti bakkichik. Shunga ashundanki, mushunda bir ushoq fursatlarni ching tutib, o'z oldiga yarasha, hech bo'lmasa o'zimizning mahallasini, o'zimizning yezinayisini ta'minlasak, shuma hisobchi. Ashta qilib, o'zimizga tayinlagan, o'zimiz kerak narsani o'zimiz ishlab, mush iqtisodni o'zimiz jo'g'laydigan bunday bir holat kelsak degan o'yladim bor. Rahmat. Hozir hamda bu igiliginglar tiklay o'tibsizlar, cho'taxi. Ishlab chiqarishni ulgu etmay o'tibsizlar, shundaqmi? Shunday. Demak, oila iqtisodinglar hozir tamoman kapolatga ega bo'libdi, shundaqmi? Demak, igilik tiklashga maqsizlar, bir munch qo'shin tiklabsizlar, 5 odamni ishlatib o'tibsizlar. Ha. Mushal o'ltagan hamma korxonchilarning oshta bir davri bo'lgancha, hatto o'z ishlagan bo'lishi mumkin, shunchalik jafoda. Keyin odam ishlatish tushdi degan gap, demak bu igilik tiklanyapti degan gap. Bu bosqichda odat korxonchi hamkorlig'i chiqishni qabul qilishni toza o'ylashmasligi kerak. Chunki sizning shaxsiy igilik bu korxonalash qilmagan taqdirda anadan keyin sizning ma'lum bir qonuniy asosingiz bor bo'ldi. Chunki korxona shirkatlashdingiz. Bu ahvolda qonuniy tuzumlarmi sizga bekra qulaylik yuz beradi. Shunga hozircha menimcha mush iqtisodinglar bo'yicha mansanglar tamoman sizlarning hozirgi zavodinglarni kengaytirishinglarga o'zinglarning mablag' yetadi deb qarayman-chi. Buningga birdan-bir endi kuchaydiganlar ikkinlarning endi mush muhabbati, demak o'zinglarning kuchi bilan bundan keyin mushta sahnaga chiqishinglarga tamoman umid qilsak bo'ladi, ham mumkinchilik alaydi zo'r. Hech qanday muvaffaqiyat qiyinchiliksiz maydonga kelmaydi. Bu qiyinchiliksiz yoki mehnatsiz kelgan muvaffaqiyatmi uzoqqa bormaydi. Shuningdek, o'zingizning ajri bilan boshlangan bu ishingizningki oxirining xayrlik bo'lishiga ishonamiz. Shuningdek, mushu orqali men yoshlarimizga mushu o'zining oldiga kelayotgan fursatni ching tutishni tavsiya qilaman. Rahmat. Siz korxonangizni, zavodingizni angaldirib rasmiy qurib chiqib oldingizmi yoki Men shuni qurish uchun MIPlar birlashmasiga borgan rasmiyatli engaldirayli deb nim qilsam, o MIPlar birlashmasidan dediki, siz hozircha shunday boshlab turing. Barbara andan uni qilib bo'ladi. Hozir bevosita uni engaldirib qilsangiz, siz yetishmay qolasiz dedi. Chunki men shu zavodni qurishga mablag'ni dadam o'qitishdi, o'lib ketgandan keyin dadamniki nabi qilidan 21 ming ko'p qopdiga shu pulni desmi sağan enaqdan ortiq bir pulimiz bo'lmaganligi uchun rasmiyat o'tashga amalsiz qoldik. Demakchi bo'lganim, endi siz bir zavod kichik bo'lsa-mu, bir zavod qurib siz 5 odam bor ekan. Unda bo'lganda o 5 odam hammasi miyibmi yoki saq ishlaydiganlarmi? Saq diqayallar. Saq diqayallar bo'lsa, siz nayt yaxshi ish qilibsiz, ulug'vor ishni qilibsiz. Endi mening demakchi bo'lganim, agar shu 5 odamingiz bo'lgan ekan, uningga engaldirishga jiq iqtisod ketmaydi. Bosingiz rasmiyat bilan tutadigan narsa, uningdan keyin zavodingizni engaldirsangiz, hukumatningki siyosatlari va qo'llash siyosati. Sizlar MIP bo'lganligingiz uchun, yana dehqon ayollarni ishga o'rlashtirganligingiz uchun sizlarga o'simsiz qarz berish, boshqa paravallıqlardan bahramon qilish, ba'zi hukumatning boj kechirim qilish siyosatlaridan bahramon qilish qatorliq nurg'un siyosatlar bor. Pul surtkishga marka ilib, o'zinglarning markasi bilan zavodinglarni engaldirib qursanglar, o'z oldinglarga mangsanglar, bu nayt yaxshi bo'ldi deb qarayman.
Məmmo Şinjan Çin Dili Xalqaro Sovet Şirkətimiz əslində bir ay yılğıca 5 xizmətçimi yoxdu. Bir 2 xizmətçi bilan tirişib özümüz qol silib işləb bizmo hazırki holatga yetdik. İşləringizə utuq tilayman. Rahmat. Hem so'rab baksam, şu sizlar ishlab chiqargan şu pul surtkushniki bahası qancha pul paji bahası? Paji biz top etkizvatimiz. Top bahası qancha pul? Eng tövni 6 yuan, eng yuqorisi 10 yuan. Demek ikki xil sifatda chiqaryapsizlar, shundaqmi? 4 xil. 4 xilmi? Yaxshi. 6 yuandan boshlab 10 yuangacha. Buni so'rashimning sababi televizor ko'rguvchilarmi xabardor bo'lsa, bu pul surtkish bek ko'p ishlandichu, chaqqan bir ko'p chiqib ketadi. Shuningga men o'ylab qoldim, bo'lsa, menmamda o'zimniki, shu mahallasidagi ayollarga ularniki masalan ba'zilar tushkish tamog'ini yetib tushdikin ishlasin bo'lgan, soatlab ishlasin bo'lgan, oz mablag' bilan ko'p odamni, oiladagilarni ish qo'llashtirgan bir yaxshi kasbga. Demak, men bu sizniki yangi bir uchur bilan barliq Shinjongdagi oiladagi ayollarni bir ish o'rni bilan ta'minlaydigan mushta bir fursatni tanishtirganingizga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Shundaqla shuncha jiroqdan mushundaq bir yaxshi turni boshqalar tanitish uchun kelganligingizdan xush bo'ldim. Sizga, sizning to'rt hamroyingiz bor ekan, shundaqla yo'ldoshingizga, sizlarga bizniki yo'ldoshingizga Oltin Guhar shirkatininki erlar teraslash mahsulotlaridan qolgan 5 xonimga bizniki Oltin Guhar dengiz jonliqlariniki namlik saqlash yurishliklaridan bo'lib jami 2000 yuanlik mahsulotni sovg'at qilaylik. Rahmat. Aral ishqillarga ko'z tegmasin. Yaxshi igilik tiklayapsizlar. Men hozircha elektron zakaz qilay. Bu agarda program qo'yilgan ekan, sizga men pulni oldin sepasam bo'ladi. Siz ishlab o'tmasam bu sizlarga niki zavodga kengash uchun bizning oldin qan yordamimiz bo'lsin shirkatimiz tomonidan. Rahmat. Pul surtkushniki sizni qanday aloqa yaxshi taraflari bor? Sizning bunaqa emas o'xshashmi yoki aloyligi bormi yo'qmi? Endi asosan hammasi o'xshash, birlari sal endi chingroq yasaymiz, endi chiqadam dedi-ku, bozordan pul surtkusi setib olsak chuvilib ketadi ekan. Shunga jonliroq yasanglar degan fikrni o'tirib qo'ydi. Biz boshlamay turiblar. Shuning bilan 5 mo'liq bir narsa o'shiq kesdimi, sal chingroq yogaydiganga qilvatimiz. Enog'dan boshqa aloyligi yo'q. Yaxshi, agar ashundan sifati yaxshi bo'lsa, men Urumchi Qutar Pentagon taraqqiyot shirkatininki Urumchi zavod va Aqsuudagi ichki zavodga har yili 200 ton pul surtkish. Sizga zakaz tushiraman. Rahmat. Bek samimiy ekansiz sizmi? Ilg'ay bergan javoblardan shunda suyundim. Boshqa aloyligi yo'qni yo'q deyish kerak-da, shundami? Uni yasab olsaqmi baribir amaliyotda isbotlandi. Shu boshqa aloyligi yo'q, shu chin yasadim. Nima degan samimiy javob bu? Bizning Al-Nur shirkatimizmi 88-yil ish boshlagan vaqtda sizdek bir oila boshlagan. Biz 12 yil o'zimiz hech kimni ishlatmay, o'zimiz ishlab, o'zimiz hisobotchi, o'zimiz mol kirgizuvchi, o'zimiz pishiqlash, hamma ishlarni o'zimiz qilib bir oila 92-ming-yilga yaqin andan keyin odam qabul qilib qo'ygan. Ammo hozir sizning taraqqiyotingiz tezroq bo'lish uchun odam ishtiqroq ayindirib, sexlarni ko'paytirishingiz to'g'ri o'ylashingiz. Lekin sexni ko'paytirishdan avval, korxonani kengaytirishdan avval cho'qim bizda nurg'un tajriba saboqlar o'zimizdan boshlanib mujassamlangandan keyin odam boshqarish, shu mahsulotning sifatini mukammallashtirish, mushayatida tajriba saboq mukammallangandan keyin asta-asta kengaytsangiz, uli pishiq bo'ladi shu korxonaniki. Bunda korxonaning umri uzun bo'ladi. Shunga bizning Al-Nuri Baxtin Xoli hisob tabiiy unchiligimiz sizga 5000 yuanlik surtkushni zakaz berayli. Bozor bahasidan azroq qimmat olayli. Bozor bahasidan har bir turda 2-3 ko'gacha biz qimmat olayli. Sizningki bundan keyingi mush zavodingizning kengayishi mushundaq boshlansin. Pul surtkushni nihoyat yaxshi qilibsiz. Tijorat kinishkisi bejiradigan ish bo'lsa, men qishqa aytgaqdan xizmatchilarimizning til yoziqda ravon ballardan birini qachon deb bejiraman desangiz ajratay. Chunki hamma ishning qoida bo'yicha mang'ini meningcha yaxshi. Hem uning ustiga tijorat kinishkisida hech qanday chiqim ketmaydi, hukumat qo'llaydi. Qandaq idoraga borsangiz tijorat kinishkingizni so'raydi. U sizning tijoratdagi bir o'zingizning shu qonunlik rasmiyatingiz. Borgandan keyin bu rasmiyatni bizning xizmatchilar bejirib bersin. Andan bo'lsa hozirgi balkim yangi vazoq o'tkazsiz-ku deymanligingizni. Ashningdan azroq jonliq qilib,
bizning aytgan ixlos tanlov vazirimizga ekran sifatli qilib bo'lsa kort nomer talab qilib kort nomer chaplang kort nomer 9 xonim 11 xonim bir nomer bor u nomer bo'lsa bozor narxini sal yuqori sotiladi bizdek cho'ng tiplik tanlov vazirimi ikkilanmay qarshilib mahsulotingizni sotib oladi chunki ashunda mahsulotlarning ashunda bir zavod adresi bilan kort nomeri yo'q tanlov vaziriga kirenmaslik nihoyatda ig'ir sizga mush yo'lni ko'rsatay Rahmat. Bayam karxanchilarimiz deb o'tdi. Buni hozir siz oilavilikdan oldiga taraqqiy qilsangiz korxona yoki yakkigilik qilmasiz. Buning sizga bir marka lozim bo'ldi. Bizniki karvon to'riniki marka vakolatchiligi bor, ma programmani ikkinchisiz biz shirkatniki sizga bir markani bir loyihalab, davlatlik markadasiga angazib bir marka chiqarib beraylik. Rahmat. Rahmat. Bo'ldi. Undaqda ko'pchilikni yaxshi taklif fikrlarni berdi. Bundan keyingi tijoratinglarning texmo ro'naq tepishga tilakdoshimiz bo'ldi amsa tush markaziga marhamat. Shundaq bilet tashlaymiz. 3 2 1 Karxanchilar. To'liq nomer eng oxirida erishgan biletlaringiz 259 muborak bo'lsin. Rahmat. Qat'iy iroda bilan egilik tiklash, o'z egilik bilan insoniy qadr-qimmatini jilolantirish har insonning orzusi. Egilik barpo qilish ulug'vorlikning belgisi. Mayli u egilik qaysili tür yoki nishon bilan mansun, bir shaxsning amaliy kuchi eng yuqori chekda namoyon qilinsa kifoya. Qashqardagi dehqon ayollarning kuchlik irodasiga vakil bo'lib, o'z oldiga egilik barpo qilayotgan Tunsaygul xonim she'rin tush sahnasida o'z irodasini ifodalab, olqish va qo'llashga erishdi. Uning buningdan keyingi egiligi va tijorati korxonchilarimizning foydali takliflari va mol zakatlari bilan texmi ro'naq topqo'si. Sabilaning xo'shallig'iga hamdam. Ko'rayotganlar, Urumchi Faxriy savdo cheklik shirkati alohida qo'llagan Faxriy shirinchush programmasi. Ekran oldiga ko'rman do'stlar, ikkinchi paslik ahamiyatlik arzu bosqichiga kirgan shirinchush mayirlar ichidan o'zi yaxshi ko'rgan va shularga o'zini ta'sirlantirgan mayirlarga bilet tashlab qo'laydiganligini bildirsa bo'ldi. Albatta, programma guruhimiz bilet tashlab qo'laydiganligini bildirgan ko'rman do'stlarimizga esil sovg'atlarni sovg'a qildi. Bizdeki yanfon orqali bilet tashlash usulimiz bo'lsa, yanfonda qisqa usul orqali shu o'zingiz yaxshi ko'rgan, o'zingizni ta'sirlangan mayirning rad nomerini 106 266 19 ga uchur qilib yo'llasangiz bo'ladi. Tor orqali bilet tashlash usuli bo'lsa, ko'rman do'stlar www.chekit.com to'riga chiqib, o'z yaxshi ko'rgan mayirga bilet tashlab qo'laydiganligini bildirsa bo'ladi. Unidar salonda bilet tashlash usuli mundaq. Ko'rman do'stlar, ekranda ko'rsatilgan ishkilik kodni skanerlash yoki salon nomini kirgizish orqali shirin tush programmasining organ salonini qo'shib olgandan keyin o'zini ta'sirlantirgan mayirga bir bilet tashlay oladi. Qadrli ko'rman do'stlar, shirin tush programmamizdagi bu soniy vaqt munosib bilan mushada oxirlashdi. Texmi rangdar texmi o'zgacha mazmunlarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, diqqatinglar har payshanba kuni 8 dan 40 da bizning ekranimiz bo'lsin. Ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Shirin tush. Shirin tush. Açar hemmiga süpsüzlük asman. Süngü bar kupkuru